Dunyo olimlari ham bu jumboqqa javobini topisha olmagan. Lekin bugun men sizlarga o'sha mashhur Sumdagi Dodani chuchvaraxonalarida bitta ovqatlanish nechta bo'lishini videoning oxirida aytaman. O'zlaridan eshitamiz. Bu paxtagulli talinkalarni aytmaysizlarmi? Bu idish tovoqlar bor-ku, sizlar hali planda aniq yo'q edinglar. Ana mahallalarda to'ylar bo'lardi-yu, bunda temir ustigacha taxtili qilib to'yda bo'lganda, shundan ishlatilganda. Bu qattiq, bu granionli stakan nima deyapti? Endi navbat o'sha mashhur chuchvaralarni yeymiz va mazasiga baho beramiz. Bismillah. Bu reklama emas, lekin chuchvara yo'raman. Mana shunaqa buxankalarni, mana shunaqa bulyoniga botirib, nima deyapti? Qazilarni aytmaysizlarmi? Bay, qartilarni aytmaysizlarmi? Bugungi obedim juda qimmatga aylanadimi deyman, achichuga shunaqa botirib yegan boshqacha emas. Limoncha. Bilasiz, bular menyuligida manti ham bor. Mantini ham yeb ko'rganman, lekin qovoqligini birinchi marta yeyman sizlar bilan. Qani, bismillah. Doda menga bir sim pul bermagan, lekin aytib qo'y. Bu shundoq tavsiyam deb, ko'chkam sotmasam bo'lar, xuddi shu kelganda. Hozir men sizlargacha mantini ish o'rgataman. Men bu o'zligini firmenning qattiqligidan solasizlar. Murch solasizlar. Mana. Yig'asizlar-da. Bismillah. Menyuga yangilik qo'shishdi moshkichiri. Lekin moshkichiri ana damashni, uyda yeydigan moshkichirimiz, haqiqiy moshkichiri, ustidagi piyoz dog'lari bilan bay. Ozgina qurt sepamiz. Bo'lar ekan-ku, normalniy moshkichiri qilsa. Turib. Abdulboriy moshkichiri ishni men sizga o'rgataman hozir. Hatto qarasam, o'zingizcha nimadirlar qilib yotibsiz. Shu videoni-chi Abdulboriyga tashab qo'yinglar. Bir o'rgansan yeyishni. Bismillah. Ovqatlarni yedik. Endi eng asosiysi borib dodadan bitta duo olamiz-da, necha pul bo'lganini so'raymiz. Ja, pulim yetmasa, zavodga tashab ketaman. Ungacha sizlar bitta atmosferani ko'rib oringlar. Shunda kirasizlar-yu, "Vau, burungi atmosferaga tushib qolgan bo'lasizlar." Sizlar qayerdan amalar deydi. U payt sizlar planda ham bo'lmagansizlar. Doda, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Endi bitta duo qilasiz. Allohim umrni uzoq qilsin. Doda, endi zo'r hammasi gap bo'lishi mumkin emas. Powerlarga alohida rahmat deb qo'yasiz. Endi eng asosiysi, mendan necha pul bo'ldi? E'tiboring, hammaga qiziq. Bu gal pul olmayman.